Hammaga salom bo'ladi. Sizlar bilan men o'sha fakir xullas bugungi videomizga xush kelibsizlar. Bugungi videomizda biz bir challenge bor edi. Hardcore'da 100 kun yashang degan, mana ekranda xullas chiqdi. Bugun va 50 kunda sovg'a bor ekan. Xullas endi bugun shu 100 kun emas, hatto 50 kun emas, 10 kun yashashga harakat qilamiz. Hop, kanalga obuna bo'lib, videomga like bosib qo'yinglar. Qani bo'lmasa bugungi videoni men boshladim va yeb ichishga narsa olib kelinglar. Let's go. Xo'sh, ana endi biz tovuqlarni o'ldirib olamiz. Amal. Bo'lmasa daraxt chopar ekanmiz. Okey. Xo'sh, daraxt chopib olamiz. Va bo'ldi. Ana endi bunday qilamiz. Bo'ldi. Ana endi biz buni qo'yib turib bunday va uni o'rniga buni va pastga qaziymiz. 10 ta yetadi. Endi esa tepaga chiqib olamiz. Va buni va endi bizga tabur kerak, ya'ni bo'ldi. Xullas bunday qilamiz, olamiz. Xo'sh. Endi kelinglar ozgina qidirib ko'ramiz nimadir. Mana yerda tarvuz bor ekan. Va endi tarvuzlarni olib boshqa joyga qadam bosamiz. Endi yo'lga chiqaman deb turgan paytim bir narsa esimga tushib qoldi. Keyin o'sha videoni o'chirib turib, yoqib, yana videoni yoqdim. Endi chap tarafda shu display turibdi. Endi bu har kun necha kunligini bildirib turadi. Aynan shuni to'xtadim va keyin men o'zim qishloq qidirishga ketdim. Lekin ko'rishingiz mumkinki, qishloq umuman chiqmadi. Va xullas bir taslim bo'lmay qishloq qidirishni boshladim va ko'p yo'llarni bosdim va o'zimga kerak bo'ladigan qo'ylarni ham o'ldirdim. Xullas endi kechqurun karavot uchun qo'y kerak bo'ladi. O'sha uchun hamma qo'ylarni, ya'ni 3 ta qo'y, 4 ta qo'y o'ldirib, baribir yana o'sha qishloq qidirishga bordim. Topamanmi yo'qmi buni bilmadim, lekin baribir qidirib yuraverdim. Keyin esa baribir topolmaganimdan uy qurish maqsadiga kelib qoldi va endi uy uchun joy izlab yurdim. Ancha yurib baribir qishloq topolmadim. O'shanga endi konga tushmoqchiman va ozgina temir bo'lsa temir uxlatamiz. Xo'sh, obunachilar qaranglar, hozir biz g'or qanaqa g'or? G'orlar nimaligini bilmayman. G'orga shunaqa zombi bo'ladimi miyangi? Yo my what the fuck? Yarimta jonim ketdi. Xo'sh, jigarlar, hozir biz endi mana shu yerdan temir bo'lsa edi, voy zo'r bo'lardi, lekin afsuski bu yerda temir yo'q. Mana ovqatam bir g'alati ekan tarvuz. Qoronni bir dona to'ldirar ekan. Temir. Hop, buni chopib olamiz. Va okey. 2 ta dona temir, yana bitta bo'lsa bo'lmasmidi? Yo. Yana qidirib topish kerak. Bir dona temir kerak lekin. What the fuck? Anta temir bor ekan, lekin mana bu chuqur bor ekan. Chuqurga tushib ketmasdan mana uni olamiz. Yaxshi, 2 ta dona bo'lsa, lekin Minecraft va yaxshi 3 ta ekan. Hop. Endi qanaqa chiqaman? What the fuck? Chiqdim. Bizga ko'mir ham kerak bo'ladi, albatta. Ko'mirni ham buzib olamiz. Ya'ni qazib olamiz. Uncha hammasini qilmaymiz. Ozgina yetadi. Xo'sh, mana shuncha yetadi. Ana endi esa ketamiz bu yerdan. Va jigarlar, obunachilar, sizlardan bir narsani so'rab qolardim.
Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Mana shu videodan agar Narman aytib ketsa, buni ikkinchi qismini emas. Xullas, yangi qanaqadir boshqacha videolar ham chiqaraman. Sonra endi sizlarga yoqadigan video qaysi bilmayman, o'shaning uchun kommentariyga yozib qo'yinglar. O'sha videoni olishga harakat qilaman. O'sha modlarni qaysi videoda qanday mod ishlatilgan bo'lsa, hammasini Telegram kanalimga tashlab boraman. Bemalol kirib olsanglar bo'ladi. Hop, ketishyapti ekan. Kelinglar, hozir o'zimizga biz kravat yasab olamiz. Kravatni qo'yib turamiz va bizga kerak bo'ladigan narsa hozir bu tosh, bilasizlar agar. Hop, biz ozgina tosh olib chiqamiz, ungacha kechambat bo'ladi. Yetadi. Hop, tepaga chiqamiz va bu yerni yopib qo'yamiz, keyin uxlaymiz. Keyingi kunga o'tib ketishimiz kerak. Xo'sh, mana fakir turdi. Va chap tarafingizdan, o'ng tarafingizda xullas qilib turgan bo'lsanglar ham ko'rayotgan bo'lsa kerak. Mana birinchi kun. Hop, birinchi kunimiz ekan. Endi biz hozir o'zimizga pechga yasab olamiz va bo'ldi. Hop, jigarlar, ko'pincha odam obisiyani nimaligini bilmas ekan va Telegram kanalimga ko'pincha odam topamiz ekan. Obisiyani mana ekranlarda chiqdi. Sizlarga o'shani ustiga bosib turib, mani mod degan kanallarimga o'tib a'zo bo'lsanglar bo'ladi va qaysindir mod yoki desiganda qandaydir preview kerak bo'lsa, bemalol o'zimga yozursangiz, men sizlarga ajoyib previewni yasab beraman. Bu hammasi tekin, bemalol kirib ko'ringlar. Agar sizlarga sifati yoqsa, bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi. Bularning hammasi tekin xolos. Shunaqa degunimcha ovqatim pishibdi. Davay yetdi, buni ham qo'yamiz. Temir oxirida qo'yamiz. Ungacha biz daraxt chopib kelamiz, chunki daraxt bizga hozir kerak bo'ladi. Xo'sh, jigarlar, qaranglar. Bizga men o'zi qishloq qidirmoqchi edim, qishloq chiqmadi. Shuning uchun normalniy joy topib uy qurib olamiz. Hop, bu pishgunicha endi tarvuzlarni ham uxlatib olsak bo'ladi, lekin tarvuz unchalik yoqmadi, chunki nima deydi, kamroq nima desa bo'ladi. Kam bir ovqat berar ekan, to'ldirar ekanda. Xo'sh, hardkorda bo'lgandan keyin boshqa ilojimiz yo'q. Tarvuzdan boshqa bizani unchalik chiqadigan narsa yo'q ekan. Hop, bu yerda temir kerak bizga ko'proq. Birini yasab olsak juda ham zo'r bo'lardi. Hop. Zombi, balki kelolmaysan, bor qol. Antda temir ko'rdim. Hozir shuni olib kelmoqchiman. Faqat mana ikkita zombi mazga bordi. What the fuck? To'xta, stop. Men hozir realni ko'rdim. Oh my gosh, no bro. The fuck, nima bu buni qo'lida? Yangi versiyadagi Anuku. Kam ishon, qo'lingga narsa tushsa borku, vayshi sevaman. Mana shu zombini o'ldiramiz. Tushmadi, afsus, mayli. Hadda temir olib ketsak bo'ladi, lekin pastda lava bor ekan, ehtiyot bo'lishimiz kerak. Yana let's go. Yaxshi. Bitta dona temir uchun keldimmi? What the fuck? Bitta dona temir uchun kelibman. Hop. Opa. Yaxshi, ehtiyot bo'lib chiqolamiz, yaxshi. Xo'sh, bizani bu pishibdi, endi buni qo'yib qo'yamiz va yana qayerlardir sayohat qilib kelamiz. Yana mol o'ldirib kelamiz. Hop, yaxshi. Xo'sh, endi bizga kerak bo'ladigan narsa bu. Sizlarning kanalga obuna bo'lishinglar. Bizga tezroq 400 ta, 500 ta va 1K bo'lsa, juda ham maza qilarim. 1K hali hech qaysi kanalimda bo'lmaganman. Nechtadir 4 ta kanal ochgan bo'lsam ham bittasi ham bo'lmaganman. 1K bo'lish men uchun menimcha oz qoladi yoki sizlar menga yordam berasizlar.
Mayli, hozircha uni eslamay turib, temirlarimiz pishishini kutamiz va pishibdiyam. Kelinglar, hozir birinchi o'rinda xato qilmasdan o'zimizga kirka olamiz. Endi yana endi shita solsak ham bo'ladi, lekin bolta ham nima deydi? Boltamiz joni kamroq ekan, o'shaning uchun kelinglar bolta yasaga qolamiz. Ya'ni baribir sifatlisi sifatli-da. O'shaning uchun shuni yasagan yaxshi. Mana endi bularni chopib olamiz. Bag bo'layotibdi bor-ku, mazgi. Yangi versiyalarda o'zi shunaqa bag bo'ladimi, bilmadim. Agar sizlar bilsanglar, kommentariyga yozib ketinglar. Men umuman tushunmadim, shunaqa bag bo'layotibdi. Mayli, hozir endi biz ketamiz bu yerdan. Hardcore'da birinchi kun, lekin unchalik qiyin bo'lmadi birinchi kun, normalniy atak. Hali o'lganimizda spektatorga o'tamiz. Hop, endi sizlarga ham shunaqa qilsanglar bo'ladi, o'zingizga challenge berib, mana shunday video olsanglar bo'ladi. Qanaqadir video olishni bilmasanglar, bilmayotgan bo'lsanglar, sizlarga kelmayotgan bo'lsa, mana shu videoni olsanglar bo'ladi. Bizga challenge berilgan, ya'ni 50 kunda qanaqadir sovg'a bor ekan. Mana jigarlar, serios o'zim bilmayman. Bratdan so'rasam nima sovg'a deb Telegramda yozdim. Bar aytmadilar, o'sha what the fuck sal qoldi. O'sha 50 kun yashang deb aytdilar, mayli dedim. Sovg'ani keyin birga ko'ramiz. Mayli. Hop, tepaga. Xo'sh, endi biz tepaga chiqayotgandik. Video o'chib qoldi. Mayli. Yaxshi. Hop, jigarlar, qaranglar, hozir tezroq kanalimga obuna bo'linglar va tezroq biz ham birgaga erishaylik. Birgaga bo'lish nasib qilsin. Kimdir yana qaysidir odam ban etib qolmasa bo'ldi. Mayli. Xo'sh, kelinglar, otni o'rgatdi, stop. Ana yerda nimadir ko'rgandek bo'ldim. Stop. Borib ko'ramizmi? Borib ko'rish kerak, lekin yo. Xo'sh, kelinglar, borib narsalarni ko'rib kelamiz. O'sha yerda yoki uy ham qursak bo'ladi. Xo'sh, uy qurish maqsadi hozircha uncha zo'r emas-ku, mayli, keyin qursak ham bo'ladi. Va kommentariyga yozib qoldiringlar, uzun video yoki qisqa, masalan 11 minutlik video yaxshimi yoki bir uzunroq 29-30 minutlik videolar sizlarga yaxshimi? Qaysi biri qulay bo'lsa kommentariyga yozib ketinglar, shunday qilishga harakat qilaman. Ko'p narsalar kommentariy yozmaysizlar-da sizlar. Mayli. Xo'sh, bizda uy qurishga joy kerak. Tushunmayman-da, sizlarga shuncha mehnat qilsa, sizlar kanalga obuna bo'lib, videoga like bosmaysizlar. Plus tugmachani bosib qo'yish shunchalik qiyinmi? Mana shu lekin yaxshi ekanu, faqat daraxt olib kelish kerak. Ketdik, olib kelamiz. Ya'ni hozir boshqacha daraxt bor ekan, o'shaning uchun boshqacha daraxtdan qilishimiz ham mumkin. Uyi mayli hech qilsa yo'q. Imomda konda esa hech nima yo'q. O'zi bu konmi o'zi? Yo'q, bir qanaydir yedirilgan bir anaqami, chuqurchami deyman. O'sh, yaxshi. Mana shu daraxtdan qilamiz. O'zi lekin menga oddiy daraxt qulay-ku. Mayli. Agar meni uy qurishimni biladiganlar bo'lsa, kommentariyga yozib ketinglar. Men o'zi qanaqa uy qurishimni bilasizlarmi? Ko'p videolarimda lekin qurayman. Adashmasam, yana bilmadim. Xo'sh, mana bu urug' ekan, buncha kerak emas, mayli. What the heck? Qayerdan quramiz? Kelinglar, mana shu yer yaxshi ekan, mana shu yerdan quramiz. Mana bu yer yaxshi ekan-ku. Kattaroq ekan.
Xo'sh, kelinglar mana shu yerdan quramiz. Endi bizga faqat daraxt kerak. Hop, 1, 2, 3 va bu yerdan 1, 2, stop, 2, 1, 2. Har doim mana shunday harakat bo'ladi. Buni buzamiz. Mana bu yoqqa yurar ekanmiz. 1, 2 va 1, 2 va 1, 2 bo'lsa 1, 2, 3. Xo'sh, bu yerdan va endi borib daraxt olib kelish kerak. O'zi hamon qilmoqchiman, lekin bari hardkoredamizku. Mayli. Xo'sh, kelinglar, birinchi kunni o'tkazganimiz menimcha yaxshiroq bo'ladi. Shuning uchun bunaqa kadrlar lekin qayta ko'rolmaysizlar, ko'rib olinglar bir. Borib tur. Vau! Lekin ajoyib kadr bo'ldi. Lekin quyosh botishi baribir zo'rda. Uxlaymiz. Xo'sh, ertalab tushdi. Ana endi esa biz daraxt olib kelamiz va qum ham olib kelish kerak. Mayli. Va hozir bilsanglar agar yangi versiyada misga ham narsa qursak bo'lar ekan. Hozir esimga kelib qoldi. Yaxshi, endi misdan ham narsa bor. Lekin ko'p odamlar YouTube'da ko'rgan bo'lsanglar, Emerald becharaga hali hech nima yo'q. Nima uchun deb uyda chiqarishyapti boydan beri. Emeraldga ham hali chiqarishadi albatta menimcha. O'zi men jitil topib, jitillarni qilish kerak edi. Savdo qilib, xullas vasha cho'tiga kuchayib ketsa bo'ladi. Qishloqda, lekin biz qishloqda bo'lmaydi, afsuski, mayli. Hop, ovqat yeb olamiz. Mana endi uyga sizlar tezlashtirilgan kadrda qurishimni ko'rasizlar. Let's go. Xo'sh, jigarlar, mana uyi ham qurib bo'ldik. Buni ichida 4ta, 2ta sandiq va bitta kravat va bu yerda 2ta nima deydi, versak va pechka. Va bu yerda bir shaxta yaratdim. Unchalik katta emas, shaxta emas, ya'ni. Xo'sh, kelinglar, buni chopib olamiz. Bu bizga hali ancha asqotadi menimcha. Biz juda ham ko'p Minecraftda shunisi bilan qulay qo'yishdi, mayli. Hozir endi baribir Minecraftga nima deydi, mod qo'yish ham qiyin. Masalan, bu to'mir turadigan modda, bu masalan xullas tushundinglar. Endi bizga hozir kerak bo'ladigan narsa bu ferma quramiz, ya'ni ovqat fermasi, shakar qamish fermasi. Kelajakda bu bizga ancha asqotadi, chunki nima deydi, elitra yasashga ham kerak bo'lib qoladi. O'shaning uchun hozir hamma shakar qamish olib bitta joyga ekamiz, ya'ni uyimizga yaqinroq to'g'ri chiqsak, mana shu yerda shakar qamish bo'ladi. Kelinglar, shu shakar qamichni
ekanmiz. Hop. Bo'ldi mana. Tappa tayyor. Hozircha mana shular endi o'ssa, bularni ko'paytiramiz. Hop, jigarlar, endi biz hozir 3-kun uy qurdim. 2 kunmi, 1 kun o'tib xullas. Hali uxlab bo'lmas ekan. Bizda o'sha ovqat bor, osh. Biz hozir misni eritib qo'yishimiz kerak. Va endi ozgina afikerlik qilamiz. Hop, bizda blok bormidi? Bor ekan. 1 stak 12 ta bor ekan-ku. Jigarlar ozgina afikerlik qilamiz. Qani bo'lmasa, let's go. Kecham tushib qolibdi jigarlar. Endi biz bularni buzamiz. Ancha fikrlik qildim. Menimcha, yana bilmadim. Les bilan solib qo'yamiz. Buni olamiz. Kelinglar, o'zimizga bir kerakli buyumlarni yasab olamiz. Misdan bu ham bormi? Buni urug'ini 2 ataka. Yo-mayo. Kelinglar, toporni atakasi 4. Qilichga 5, temirda 5 bu. Ya'ni bu toshlikka borar ekan, chunki bu 4, bu esa 5, bu qilichda ham 5. Mayli, o'zimizga biz birini yasab olamiz. Ya'ni birini bo'lgani baribir xavfsiz desa ham bo'ladi. Endi biz ozgina yana kutishimiz kerak yoki ertalab qolsak ham bo'ladi. Mana ertalab ham bo'ldi. Yana zombimi vash sheyu. Menga hozir nima kerak? Buni yasaymiz. Endi yana ozgina kutamiz, lekin ungacha uyimni oxirigacha bitirmagandim. Ya'ni bir ikkita narsasi qolib ketgan, o'shaning uchun hozir what the fuck, buni yasagan ekanman. Menga umuman kerak emas-ku bu. What the hell? Bizga hozir daraxt kerak. Daraxt bilan biz nima qilamiz? Bir ikkita narsa qurishimiz uchun va qilishimiz uchun narsa kerak-da, cho'mash kerak. Farqi yo'q, daraxt bo'laveradi, farqi yo'q, xohlagan daraxtlar bo'laveradi. Xo'sh. Bizga bir ikkita joyga mana bunaqa daraxt ham kerak, shuning uchun buni olamiz. Yaxshi, endi bo'ldi. Endi biz uyga qarab qadam bosamiz. Yo, what the fuck, bu yerda g'or bor edi, esimda yo'q. Xo'sh, yaxshi. Hop, endi bizga bu daraxtdan kerak va mana bunday. Va bunday 6 ta kerak. Keyin bo'ldi. Endi biz buni olamiz. Bu what the fuck bu emas, mana buni olamiz. Undan oldin bunday. Mana shunaqa qilganimizdan so'ng buni qo'yamiz. What the fuck, qo'lim qiyshiqda mana. Endi buni ham shunaqa qilish kerak. Hop. Mana. Va bo'ldi, mana uyimiz takoy chiroyli chiqdi. 0 dan 10 gacha baho berasizlar.
uyga manimcha o'zimga yoqadigan, eng sevadigan uyim mana shu bo'ladi. Endi har xil kvadratlar qilib qurish yaxshiroq bo'ladi. Endi men shunaqa quraman, har xil kvadrat quraman. Ya'ni bir xil chiqsa g'alati bo'lib qoladi-da. Shuning uchun xo'p, endi ko'p gapirmasdan biraynalarni hammasini yasadim. Yarashmadi lekin what the fuck. Dilimga bir gap keldi-yu, endi mayli aytmayman. O'zingizlar kommentga yozib qo'yinglar qanday gap kelganini. Agar bilsanglar. Oqqa qora qanday rang bo'ladi bu? Molga o'xshagan rang bo'ladi. Xo'p, mayli, hozir endi biz nima qilamiz? Ya'ni bo'ldi, menimcha mana shu ishlarni qildik. Keyingi videoda yana temir qidiramiz. Lekin o'zi men 5 kun yashamoqchi edim. Bir 4 kun yashab ko'raman endi. Xo'p, mayli, hammaga xayr. Sizlar bilan men o'sha fakir bo'ldim. Agar videom yoqqan bo'lsa, kanalimga obuna va videoga like bosib qo'yinglar. Yangi versiya g'irt yoqmadi. Umuman men bu narsasi yoqmadi. Mayli, kommentga o'zingizlarni izohinglar va boyagi fikrlarimni ham yozib qoldiringlar. Esimdan chiqib ketdi nima deganlarim. Xullas, eng muhimi kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Yana ko'proq agar men shunday qiziqarli va tezroq video chiqarishimni xohlasanglar, kanalimga obuna bo'linglar va shunday ham tezroq video chiqarishga harakat qilaman. Qani bo'lmasa, hammaga xayr. Sizlar bilan men o'sha fakir bo'ldim.